hozir sizlar bilan kipr yopishtiramiz. Ertalab yopishtirdim. No, vashi 2 xil chiqdi. Vashi qo'limdan kelmadi. Hozir shuni to'g'rilab yana ozgina qo'shib yuboramiz. 3 bu yog'iga 4 ta mayli, 4 ta bu yog'iga, 4 ta bu yog'iga, 4 ta bu yog'iga qildim-da. Shuni o'zlariga qancha kipr ishlatib tashladim. Qiyin ekan. Eng uzuni o'rtasidan bo'linib ketyapti. Bilamizmi? Hoppa. Hiç tushunmadim bor kiprini. Ancha qiyin bu. Har kuni mana shunaqa o'tirasizlarmi qizlar? Или уже sizlar o'rganib ketgansizlar-da. Ming marta borib ektirib kelgansiz. Влажный berib yuboring. Bittasini yopishtirib olib, ikkalasini yeyib oldim. Короче, videosini ko'rdim, unda qog'ozni ko'tarib turish kerak ekan, keyin tagiga yopishtirish kerak ekan. Hangisi? Bo'lar ekan, oson ekan. Короче, qoidim qizlar, lekin o'sha ko'p bo'lib ketdi. Ko'zim chiroyliroq turibdi, kam. Ammo ko'zim ko'pda, qadrigan ishimiz. Endi tanlayapman. Ko'pi yaxshimi, kami yaxshimi deb. Короче, amalladim qizlar, no, uncha yoqmayapti o'zimga. Ikkalasini bir xil qildim, bitta-bittadan yopishtirdim, kam qilib. To'g'ridan qaraganda uncha emas, mana bu yoqdan qarasa, mamlari chiroyli turibdi lekin. Mayli, hacha yo'dan ko'ra bor. Tayyor. Qizlar вообще ekan bor, anaqa kipri, o'zim kiprilarimni bo'yadim bugun faqat tushda. Chunki kipri kley yo'qotadiganini ham surdim. Surganimni ham yechib bera olmadi. Uni rasa anaqada ham qildim, ichlarkada ham artdim yechish uchun, anaqada ham oilda ham xullas hamma narsada qildim. Zo'rg'a yechdim, shunda ham o'zimni kiprigim bilan olib chiqib ketdi kley. O'shanga tinchgina o'zim kiprigimni bo'yadim. Tinchgina ertaga yorib kipr ektirib kelaman.